Assalomu alaykum. Ro'za muborak bo'lsin. Jalal fohisha hijobdami? Любой qiz jalal fohisha hijobdami? Hijobsizmi? Hammasi jalablar. Ular qaynotasi ham o'tag'ini o'ynaydi. Bu amam chiroyli bo'lsa meniki bilan jum bosganimni 6 oydan beri fikraymiz muhokama qilib. Bu junda orasida ham ko'rinmayapti bilan. Man yettalabdan beri lupalar bilan ko'ryapman. To'plamayapman junda orasida. Chakkalayazor bari. Chakkalayazor. Teshigi qani uni. Bir ovqatni jonimiz ham meniki. Любой qiz jalal fohisha hijobdami? Hijobsizmi? Hammasi Ro'zaga mana bu hijobli qizlarga bir salom yo'llab chiqibdi. Butun qizlarga, xotin-qizlar qo'mitasiga salom yo'llab chiqibdi. Salomini tegishli joylarga yetkazib qo'yinglar. Salomat bo'linglar. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib, обязательно подписка bosib, kommentariyaga borki o'z fikringizni bildirib qo'ying. Обязательно like bosishdan chiqmasin. Oilamga tegindi, boshqa qildi, tuhmat qildi, pulimni o'g'irladi, boshqa qildi, nima qildi hammasiga ko'z yumdim. Lekin bu haromini, bu gaplariga men ko'z yuma olmayman. Estinglar. Любой qiz jalal fohisha hijobdami? Hijobsizmi? Hammasi jalablar. Ular qaynotasi ham o'tag'ini o'ynaydi. Bu amam chiroyli bo'lsa meniki bilan jum bosganimni 6 oydan beri fikraymiz muhokama qilib. Bu junda orasida ham ko'rinmayapti bilan. Man yettalabdan beri lupalar bilan ko'ryapman. To'plamayapman junda orasida. Chakkalayazor bari. Chakkalayazor. Teshigi qani uni. Bir ovqatni jonimiz ham meniki. Oppoqqina jalablar. Ular любой qiz jalal fohisha hijob Ro'zani birinchi kuni Xotin-qizlar qo'mitasi, butun ayollar, butun ijtimoiy tarmoqda kuzatib turgan kuzatuvchilar, xotin-qizlar, hijobda yurayotganlar hammalaringdan mana shunga tegishli chora ko'rishlaringni iltimos qilib qolaman. Qanday chora qo'llasanglar o'zlaringga bog'liq. Men birovga giryazligim, birovga yomonligim yo'q. Oilamga, xotin bola-chaqaga hammaga tegib oxiri mana shu yergacha yetib keldi. Sizlardan iltimosim mana shu videomga like bosib kengroq tegishli joylarga yetkazishlaringizni so'rab qolaman. Salomat bo'linglar.